Endi tushundim. Endi tushundim. Muallim, deriza diqqat qilib. Baldiratdiysa uzanmamdi. Tavrat kuchni odamning ovozi bilan tavratgandan keyin qabullovchi telegraf apparati tovush rezonansi chiqaradi. Shu onun ashuna o'xshash aynan ovoz chiqadi. Mushunaq bo'lganda gap qilsangiz gapingizni aytib uzun joylarga yetib boradi. Gapni toksimi orqali yetkizguli bo'ladi odamsiz. Qaysi davlat gap qiladigan toksimi ishlab chiqibdi? Ha? Gap yiqma qani. Siz meni to'la kichik balini oldigandek aldayman demang. Men sizga toksimini so'zlab so'nda pul berib atmayman. Muallim, Sanas efendi unutib qolgan o'xshaydi. Siz degan ovoz mutaxassisi. Telegraf apparatini so'zlashdan iborat. Bu siz uchun hech qancha gap emas. Shundoq. Telefonni ijod qila olsak, telegraf hech qancha gap emas. Xalqning turmushi endi texnik qulaylik bo'ladigan bo'ldi. Mundaq ish bitibel efendi. Siz telefonni demoqchimi? Ha? Ajab yaxshi, telefon. Telefonni kashf qiladigan ish bo'lsa, men hargiz fursat qilmayman. Nash pul kesmayli. O'zgargansiz. Ishqilib kechiringlar. Shuningdan keyin Bill telefonni tadqiq qilishga kirishdi. Ammo uning oldida qiyinchilik nihoyat zo'r edi. Bommadi. Qanday qilgan bilan bommagidek ovoz bo'lishi bor. Ammo nima da'vatqanligini faqat bilmadim. Qaraganda telefon kashf qilaman deganim xom xiyol o'xshaydi. O'ylamagan choralarim qolmadi. Sarang bo'lay deb qoldim. Oy, sarang bo'lay deb qoldim. Muallim, mayuslanmang. Bu chora bo'lmasa, boshqa chora topsak bo'lmadimi? Men qarang, boshqa chora bormidi? O'ylab baqsaq bo'ladi emasmi? Gapingiz to'g'ri. Mening beshim ketib qopti. Buni samimga sap qo'yganligingizga rahmat. Meni kechiring. Hech qisi yo'q. Bundan keyin men tig'imi tirishiman. Muallim, siz irodangizda yonmang. Rahmat sizga Watson. Bir vaqt bo'lib ketibdi. Sizmi kirib aramag'ash turing. Yo'q, chiqishqamidi. Men u ishni tugduydi. Bo'ladi emasa, har ikkimiz chig'roq tutaylik. Oxiri tugatdik. Bugun uxlab bu tajribaning oxirini atiganlik ishlaylik. Bo'ladi. Әтсі, яны 1876 yıl 3. ayının 10. günü bu işkəylənin 1001 jabada yazған telefonның birini binanın ən üstüge, yana birini yer astığı bekitip sınap köməkçi buluşdu. Hazır mən xəbərləşiş aparatının qəşığı mandım. Muallim, düşəndim. Vasson, miyən gilim! Ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Sakin abi. Muallim, ben ağladım. Muallim, ben ağladım. Ben ağladım. Nim dediniz? Nimin anladınız? Ben texe tecrübeni başlamışsam. Bay siz benim eğer kileyin demediniz mi? O sizin avazınız bombayın değil mi? Ben bu nait inik anladım. Nim dediniz? Rasma? Rast anladınız mı? Ohoy! Muvaffakiyet kazanıptık. Nim bolsa ahir muvaffakiyet kazandık. Muallim, derize dikkat edin. Derize mi? Derize! Shundoq qilib kichigidin gaz qachilarni o'qitish bilan shug'ullanib kelgan Bill mana endi telefonning kashfiyotchisi bo'lib qoldi. U shu ishlardan keyin gaz qachilarni tarbiyalash bilan mashg'ul bo'ldi. 1922-yil Bill 75 yoshida olamdan o'tdi. Billning dafn murosimi kuni Amerika va Kanadaning telefon liniyasi sohasidagilar uning ta'ziya bildirish uchun telefon aloqasini 1 minut to'xtatdi. 抖音